Super garaj, mashinani spalnisiga. Просто gap yo'q. Hozir sizlarga hovlisini ko'rsataman. Naturalniy palma, как будто Tailand yoki bo'lmasam Dubayda yurganday bo'lasiz. Особенно basseynni qarang. Sportivniy basseyn. Hozir sizlarga bitta narsani ko'rsatib o'taman. Как тебе дом, Зар? Вообще класс. Просто супер. Дубай, да? Hozir bitta narsani ko'rsataman, egalari bo'lsa gap yo'q. Erinmagan odam ekan. Qarang, spesialniy toshlarni olib keltirgan. Shu proyekt qilish uchun. O'zini bunkeri bor. Baliqlarni qarang. Hozirga tepaga chiqib bitta zo'r narsani ko'rsatib o'taman. Terrasasini. Chiqdingiz. O'zini dushovoy kabinkasi, tepada chiqqaningizda yana o'tiradigan joylar qilib qo'ygan. Terrasa. Qalay, yoqdimi sizlarga? Yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirasizlar. Uyimiz haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, Leader Estate stranitsasiga o'tib, bemalol telefonlashib ko'rasiz inshaalloh. Inshaalloh shunaqa o'ylar hammamizga nasib qilsin.